Farg'ona viloyati Yaypan shahrida bir bola mashinaning ichidan hushidan ketdi. Men shu Yaypan shahrida 22:30 taksida shofir bo'lib ishlayman. Zakaz tushdi. Bordim, klientni olib, aytgan joyidan manziliga tashladim. 3 kilometr yo'l bo'ldi. Narxini aytsam, hushidan ketib qolib turibdi-da. Aka, bo'lgan voqea yuzasidan izoh berib yuboring endi. Hop, bo'lgan voqea yuzasidan bo'lsa men 22:30 taksi firmasini rahbariman. Bir haydovchimiz zakazni olishganda taksi klientimizni olib borib tashlashganda narxini aytganda klientimiz hushidan ketib qoldi. Endi bu narsa bo'yicha taksini arzon qilib ochganimizda ayb bizlar emas-ku, biz inomat emasmiz-ku. Ko'chadan o'tib ketayotgandim. Qarasam, to'polon janjal. Hop, men bu yerga ovoz olyapman desam, bitta aka mashinaning ichida hushidan ketib qoldi. Men o'zi arzondan hechsam, mazam qochib qolardi. Aka qancha keldik? 7000. Bugungi reportajlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.